11-chi savol. Savolga yaxshilab e'tibor beramiz. Keyin mantig'imizga ham. Molar massa 43,2 gram taqsim mol bo'lgan alkan va sikloalkandan iborat aralashmadagi, ya'ni molekulalardagi uglerod atomlari soni o'zaro teng ekan. Yana bitta bizga fortichka uglerod atomlari soni teng. Sikloalkanning mol ulushini toping deyapti. O'rtacha molar massasini beribdi. Sikloalkan va alkan bor ekan. Diagonal, ya'ni qaychi usulda ishlayveramiz. Uglerod atomlari soni teng bo'lsa, mana bu 43,2 beryapti o'rtacha molar massasi. Bittasidan katta, bittasidan kichik bo'lishi kerak. Xo'p, unda mana bu qismiga siklopropanni yozib olsam, massasi 42. Mana bu qismiga uglerod atomlari teng bo'lishi uchun propanni yozaman. Massasi 44. O'rtacha molar massa bittasining massasidan katta, bittasidan kichik bo'lishi kerak. Ayirib oladigan bo'lsam 1,2, ayirib oladigan bo'lsam 0,8. Qaychidan, ya'ni diagonal usulidan esimizdan chiqarmaymiz. Mol ulush yoki hajmiy ulush chiqadi. Massa ulush, massa nisbatlarimiz chiqmaydi. Va ularni qisqartirib olaman. 0,4 ga qisqartirib olsam 2 ga 3 nisbat degan. Xo'p, jami umumiy 5 mol. Mana bu 100% ni tashkil qiladi. Tarkibdagi sikloalkanning ulushini so'rayapti. Foizni aniqlab qo'yamiz. 200 ni 5 ga bo'lsam 40% kelib chiqadi. Javobimiz B varianti.